Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun ustamamiz yana bitta kabelxonani panelini bitkazibdi. Siz ko'rib boqaverasizlar. Kabelxonadek chiqqan bo'lsa deydi. Mana. Endi bu xonasi ham xudo xolasa fugaga tayyor. Fugasini boshlaydi. Mana o'g'illarni chiqarib qo'yibdi. Mana tepaga osiltirib. Kafelimizga boqaverasizlar. Xudo xolasa bitgan xillari xirma-xir chiqib kelgan. Hozir keyingi fuga xonamizni ham ko'rgazib olamiz. Mana bu xonamizning fugasi tayyor bo'lgan. Kafelimiz boqaverasizlar. Bu polimiz tayyor holatda bu xona.